Do'stlar, barchaga salom. Ushbu videoda 5 million so'm pul ishlashlikni o'rganamiz. Men shaxsan o'zim pul chiqaraman. Kimga pul kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, videoni yaxshilab tomosha qilib turinglar. Nimaiki savolinglar bo'lsa, qanday pul chiqarish kerak, nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, barchasini ushbu videoda men sizlarga shaxsan o'zim pul yechgan holatda tushuntirib beraman. Unda ketdik. Birinchi kelganimizda sizlarda ham shu kabi stranitsa bo'ladi. Mana bu yerda mana registratsiya knopkasi bor. Registratsiya knopkasiga bosasizlar, login degan joyiga isminglarni, biron laqabinglarni, xullas biron bir so'z yozasizlar. Agar login zanit desa, bironta raqam qo'shib olasizlar. Lekin orada mana bunaqa probel, ya'ni bo'sh joy bo'lmasin. Tushundinglarmi? Mana bunday qoldirib ketib, keyin yozishlar bo'lmasinki, bo'lmaydi. Hammasi mana birga bitta yozilsa. Tushundinglarmi? Undan keyin parolni yozamiz. Parol ham shunday. Biror bir so'z va raqam yozib olasizlar va birgalikda yozilishligi kerak. Orada bo'sh joy qolmasin. Keyin mana bu yerda mana galochka bo'ladi, mana knopka. Ushbu knopkaga bosib turib, zaregistrироваться knopkasiga bosamiz. Zaregistrироваться bosganimizda bizga mana yangi akkaunt ochiladi. Перейти bosamiz. Va mana ko'rib turibsizlar, bizga yangi akkaunt ochildi. Endi kirganimizda aktivировать promokod degan knopka bo'ladi. Ushbu mana bu knopkaga bosamizda promokodni yozamiz. UZB bonus deb promokodni yozamiz. UZB bonus va aktivировать ga bosasizlar va mana ko'rib turibsizlar, 5 million so'm bizga pul berdi. Bizga bu pullarni bu sayt mana bu yerda mana o'yinlari bor. Shu o'yinlarini o'ynashlik uchun beradi. Shu o'yinlarni o'ynasin, yangi o'yinchilar deb shu pullarni beradi. Biza, короче, o'yin o'ynamaymiz edi. Просто mana bu yerda mana вывод knopka bor. Pulni yechamiz. Выводga bosamiz. Ana endi mana bu yerga akalar summani va kartani yozib сделать запрос qilishimiz kerak. Lekin bitta nyuans bor. Bizaga akalar shunchaki summa bilan kartani yozib pul yechishlikka bossak, bizga pul tushmaydi. Sistema bizni bot, ya'ni robot deb o'ylaydi. Shuning uchun biz akalar mana bu yerda mana выводga qaranglar. Mana выводga bosganimizdan keyin yaxshilab o'qisanglar, mana bu yerda o'qiymiz. Подтвердите deyapti, что вы не робот. Сделайте депозит минимум, mana minimum $20. И mana bu yerda o'qinglar, mana после депозита вы получите полное право на вывод. Ko'ryapsizlar? Ya'ni biza robot emas ekanligimizni bildirishlik uchun, to'shda biz na samом деле o'yinchimiz, biz o'yin o'ynagani keldik, biz o'ynaymiz deb bildirishimiz kerak-da, чтобы bizga bu sayt полный bizga dostup, ya'ni pravo bersin, разрешение bersinki, любой время pul kiritib, pul chiqarishligimiz uchun. Xullas, ushbu pulni akalar hozir biz yechib olishligimiz uchun biz minimum, ya'ni kamida $20 pul tashlashimiz kerak va bizga akalar полный pul yechishligimiz uchun dostup beriladi. Men hozir o'zim shaxsan pul tashlayman-da va sizlarga buni ko'rsatib beraman. Buning uchun biz birinchi bo'lib Google yoki Yandexdan kirib kursni ko'ramiz. Xohlanglar banklardan ko'ringlar, farqi yo'q. Mana bu yerga mana minimum $20 qancha pul bo'ladi, shuni ko'ramiz. Mana почти 240 ming bo'lar ekan. 240 ming biza pul tashlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biza mana X ga bosib chiqib ketib turib, depozit knopkasiga bosamiz. Depozit knopkasiga bosamiz, adashmanglar akalar, mana UZS ko'rib turibsizlar. Kim qaysi davlatda bo'lsa, o'shani tanlasin valyutani. Humomi, masalan, Humomi UzCarddan pul tashlaysizlarning farqi yo'q. Va mana bu yerga mana summa degan joyga men 240 yozaman, tam mелочь, чтобы ошибка bo'lmasin. Va mana bu yerda akalar yana bir marta biz robot emasligimizni bildiramiz. Защита deb yozib qo'ygan. Сколько будет? Ya'ni 2 + 10. Ko'ryapsizlar, yozamiz. Hisoblash hamma biladi-ku. Keyin mana перейти к оплате knopkasi bor. Tekshiramiz, hammasi to'g'ri, 240 ming. Va mana ko'rib turibsizlar. Pereyти ga bosganimizdan keyin bizaga mana bu sayt, короче, karta beradi. Qaranglar. Mana bu yerda mana karta bor. Mana nomer karta. Tushunasizlar? Va mana kartaning egasini ismi ekan. Farzona Ismoilova degan. Va bizaga qaranglar, eng asosiysi, muhimi, mana bu yerga qarasanglar, mana видите, mana ko'ryapsizlar, vaqt beradi, vaqt.
10 minut vaqt beradi. 10 minutning ichida biz pul tashlashimiz kerak bo'ladi. Hozir mana bu knopkaga bossanglar, mana kopiya bo'ladi. Обычный ilovadan kirib, Humo Uzcardga обычный mana O'zbekiston kartasiga pul o'tkazamiz. Kursga qarab o'tkazishlarda vaqtinglarda bilmayman kurs qanaqa bo'ladi. Xullas kursni ko'rib tashlaysizlar. Va menda hozir mana bu karta bo'lsa, menda bu karta bo'lsa, sizlarda boshqa karta bo'ladi. Hammada har xil karta bo'ladi, chunki aka bular ishonchli, ya'ni bu kompaniya biror bir inson prosta o'zini kartasini qo'yib qo'ymagan. Tushunyapsizlar? Bu kompaniya million marta kirib chiqsanglar, million marta boshqa karta bor. Ya'ni bu pullar odamga o'tmaydi, sistemaga o'tadi. Sistema o'zi avtomatik shu sizlarga bergan karta orqali avtomatik to'g'risida sizlar pul tashlaganinglarni bilib oladi. Okalar, mana zapis ekran bo'lganligi uchun ilova qo'ymayapti. Bitta nomerni yana ko'rib olamanda. Mana ko'rib turibsizlar, ilovaga kiryapman, qo'ymayapman. Hozir o'zim shaxsan pul o'tkazaman. Mana bu yerda men teryapman, lekin sizlarga ko'rinmayapti. Hozir opshimini pul jo'nataman. Xullas shu sayt bergan kartaga kursga qarab tashlaysizlar, o'zi avtomatik tushadi. Mana jo'natdim, ketdi. Mana shu. Ketganidan keyin yana qaytib saytga o'tamizda, ya оплатилga bosamiz. Mana оплатилga bosamiz. Mana платеж прошел успешно deyapti. Tushundinglar? Endi вернуться в magazin, ya'ni обратный saytimizga o'tamizda va balansga qaranglar. Ko'rdinglar? Avtomatik pul tushadi. Shu без problem akalar. Ana endi eng muhimi выводga bosamiz. Depozit qilib bo'lganimizdan keyin. Va mana ko'rib turibsizlar. Поздравляем, у вас есть полное право на вывод денег. Ko'rdinglar? Gap yo'q, nishtya. Ana endi biz akalar 5 million 240 mingni shuni yozamizda, nomer kartani yozamiz. Nomer kartani yozamizda akalar, сделать запросga bosamiz va bitta mana profilni обновить qilamiz. Ko'rib turibsizlar? Balansimdan hamma pul ketdi, без problem. Lekin sizlar shu $20 depozit qilmasanglar, pulinglar turaveradi. Sistema ko'rmaydi pul tashlaganlar, sizlar robot deb o'ylaydi, bu o'yin o'ynaganimiz prosta pul chiqaryapti deb o'ylab. Sistema ko'rmaydi, lekin sizlar depozit qilasizlar, без problem, вывод ochiladi, полный достуp beradi sizlarga. Haqiqiy o'yinchi ekan deb o'ylaydi, biza lekin o'ynamaymizda, tap etib pulni yechib olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, 15-20 minut ichida uzoq bilan pul tushadi. Hozir men sizlarga shu pul kelsin, balansimni kirib ko'rsataman. Okalar, mana kartaga pul o'tdi. 115 million 860 ming 256 so'm bo'ldi. Videoning boshida 110 millionida zapis ekran bo'lmaganligi uchun men hozir boshqa telefondan video olib sizlarga ko'rsatyapman akalar. Чтобы ko'ringlar, bilinglar deb. 100% hammasi ishonchli, rost. O'tkazgan pullar, balansinglar hammasi o'zingizlarga tushadi va chiqargan pullar sizlarning kartalarga tushadi akalar. Hammaga omad. Kim pul olsa kommentariyaga plus qoldirib va o'zidan xohlasa birorta so'zlar yozib, o'zlarini xohlasalar ko'rsatib, rahmat aytib yozib ketinglar. Hammaga omad akalar. Sizlarga ham shunaqa pullar ishlashlik nasib qilsin.